2600 AQSh dollariga ushbu xonadonimizni qayerlari tunuka bo'ldi. Bu sizga qiziqmi? Bo'lmasam videoroligimizni boshdan oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mening ismim Shohruxbek, Andijon viloyati Asaka shahridanman. Hozirda biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga mana shunaqa go'zal holatda tunuka ishlarni qilib bermoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani Yangiobod mahallasida mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Video boshidayoq ma'lumotini berib o'tay. Ushbu xonadonimizga biz jami bo'lib 200 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik. Undan tashqari 2024-yilga trendga chiqqan kosmos fasonimizdan bir dona o'rnatib berganmiz. Bu xonadonimizni mana shu ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvozaxonasi, ichkari shapka, tashqari shapka va kozirokni tagi va tepasi bilan birgalikda bitkazib berdik. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda tunuka qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bu xonadonimizga ishlatgan tunukamizning qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ldi. Rangi esa oq rangga mokri rangda bo'ldi. Ushbu xonadonimizni qo'shimchasiga tarnovlarni ham o'rnatib berganmiz, hurmatli obunachilar. Tarnovlarni ham tunuka foni rangiga moslab mokri svetda o'rnatib. Albatta ishimizni sifatiga baho beruvchi siz aziz obunachilar hisoblanasizlar. Ishimizni sifatiga baho berib, bir dona laykni gumburlatib bosib qo'ying va kommentariyaga ushbu ishimiz haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmasa biz videomizni davom etamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz ushbu ishimiz haqida ma'lumot berishni boshladik. Aytib o'tganimizdek, video davomida bu xonadonimizga jami bo'lib 200 kvadrat atrofida tunuka rasxod qildik. Bilasizlar, hurmatli obunachilar, biz joyda kvadratini emas, tunukani ketgan rasxodini hisoblaymiz. Bukilgan, qarilgan list hisobida hisoblaymiz. Agar sizning joyingizning kvadrati 100 kvadrat metr atrofida bo'ladigan bo'lsa, siz tanlagan fasonga qarab, ana o'sha 100 kvadrat joyingiz 150 kvadrat atrofiga aylanishi mumkin bo'ladi. Bu xonadonimizni ko'rib baho beringlar. O'ta ham go'zal holatda qilib bitirib berdik. Xonadon egasi bizni YouTube tarmog'idan ko'rib, ishlarimizni yoqtirib zakaz qilgan edi. Mana xudo xohlasa xonadon egasi ishlarini chiroyli holatda bitirib, videoga olib, mana YouTube kanalimizga joylaganimizda uyda egasi ham qilib bergan tunuka ishimizni ko'rib, xonadonini ko'rib, xudo xohlasa mazza qiladigan bo'ldi. Agar sizlar ham xonadoningizda mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunuka qilmoqchi bo'lsanglar, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar va biz bilan bog'laninglar. Inshaalloh sizlarning xonadoningizda ham mana shunaqa go'zal holatda tunuka qilib beramiz. Ishimizni burchaklariga, choklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xohlasa ko'ngildagidek bo'lib, har bitta ishimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Ichkari tomonlariga ham mana bunaqa tarnovlarni o'rnatib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ushbu bu xonadonimizni fanera, plastik qilgan ekan uy egasi. Biz bularni hammasini sug'urib tashladik. Do'stlar, qaranglar, go'zal holatda tunuka qilib berdik. Juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Bugun 10-fevral 2025-yilda olinayotgan video bu do'stlar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunukamizning narxi barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Tunukamizning qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Tunukamizda hech qanday valna bo'lmaydi, juda ham ko'rkam va go'zal holatda bo'lib chiqadi. Ishimizning sifati har doim ham tunukani qalinligiga bog'liq emas, ishning sifati albatta ustaning mahoratiga bog'liq. Bizning Andijon tunuka jamoasining ustalari ko'p yillik tajribaga ega bo'lib, xudo xohlasa sizning xonadoningizni o'zingiz xohlagandan-da ziyoda qilib tunuka ishingizni bitirib beradi. Hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetganda videomizni yakun yasaymiz. Albatta videoni boshdan oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan usta Shohruxbek bo'ldi.